Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiyalar oshirilishi kimga tegdi, kimga qanday hisoblandi, nima uchun ayrim qariyalar menga kam qo'shildi, qo'shnimnikiga ko'proq qo'shildi, meniki umuman o'zgarmadi deb xavotirga tushyapti. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nafaqa olayotganlarga va yaqinda keksa ota-onasi bor har bir oilaga tegishli. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta noto'g'ri tushuncha odamni oyma-oy puldan mahrum qilishi mumkin. Men bugun masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Kimga pensiya oshirildi, kimga oshirilmagandek ko'rinadi, kim hujjatini tekshirtirishi kerak, kim esa o'rtacha xavotir olmasligi kerak. Avvalo pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Juda sodda qilib aytsam, narx-navoning oshishi, kundalik xarajatlarning ko'payishi, eng kam iste'mol ehtiyojlari o'zgarishi sababli davlat pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini qayta ko'rib chiqadi. Bu jarayon indeksatsiya deyiladi. Ya'ni pensiya qaytadan hisoblanadi yoki belgilangan foizga oshiriladi. Lekin mana shu yerda eng katta tushunmovchilik boshlanadi. Ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi va hammaning qo'liga bir xil miqdorda pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Pensiya tizimida hamma pensionerning holati bir xil emas. Kimdir yoshga do'yib pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kimdir ish staji ko'p bo'lgani uchun yuqoriroq pensiya oladi. Kimdir staji yetarli bo'lmagani uchun minimal miqdorga yaqin pensiya oladi. Kimdir ustama oladi, kimdir kompensatsiya oladi. Kimdir bir vaqtning o'zida boshqa ijtimoiy to'lovlardan ham foydalanadi. Oldin qanday edi? Oldin ham pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshirilardi. Lekin odamlarda asosiy muammo shunda ediki, rasmiy xabarda umumiy oshirish aytiladi, amalda esa har bir insonning hisob kitobi boshqacha chiqadi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshirildi deyilsa, ayrimlar darhol 20 ming so'm pensiyam bo'lsa, 7 ming so'm qo'shiladi deb hisoblaydi. Lekin uning pensiyasidagi hamma qism ham bir xil tartibda indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Ba'zi ustamalar foizga emas, qat'iy summaga bog'langan bo'ladi. Shu sababli qo'lga tushadigan umumiy pul 100 ming so'm emas, masalan, Yapon 2 ming so'm yoki maqbul 1 ming so'm bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya miqdorlarini oshirishda ko'proq aniqlik talab qilinmoqda. Minimal pensiya, bazaviy hisoblash miqdori, eng kam pensiya darajasi, nafaqalar va ustamalar bo'yicha alohida qarash zarur bo'lyapti. Shuning uchun men sizga bir narsani qat'iy aytaman. Pensiyam oshdimi yoki yo'qmi degan savolga faqat SMS yoki bank kartaga tushgan pulga qarab hukm chiqarmang. To'liq hisob kitobni ko'rish kerak. Qaysi oy uchun to'langan? Oldingi oy qarzdorligi bormi? Bank yoki pochta orqali kechikish bormi? Qayta hisoblash sanasi qaysi kundan boshlangan? Mana shularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Endi kimga pensiya oshirilgani va kim e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa, yoshga do'yib pensiya oluvchilar. Bular eng ko'p uchraydigan pensionerlardir. Agar inson belgilangan yoshga yetgan, kerakli ish stajiga ega bo'lgan va pensiya tayinlangan bo'lsa, uning pensiyasi odatda umumiy indeksatsiya doirasida qayta ko'rib chiqiladi. Lekin oshish miqdori uning oldingi pensiya bazasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir otaxon 1200 ming so'm yoshga do'yib pensiya olayotgan bo'lsin. Agar indeksatsiya shartli ravishda o'rin foiz bo'lsa, oddiy hisobda uning pensiyasi 120 ming so'mga oshib, 1,2 million so'm bo'lishi kerakdek ko'rinadi. Ammo otaxonning pensiyasida alohida ustama, kompensatsiya yoki bir martalik to'lov bo'lsa, umumiy qo'lga tushadigan summa boshqacha ko'rinishi mumkin. Shuning uchun har doim asosiy pensiya qismi bilan ustamalarni ajratib qarang. Ikkinchi toifa minimal pensiya oluvchilar. Bu yerda masala yanada nozik. Ayrim onaxonlarimiz yoki otaxonlarimiz ko'p yil rasmiy ishlamagan bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan, kolxoz davrida ishlagan, lekin hujjatlari to'liq saqlanmagan, mehnat daftarchasida ayrim yillar yozilmagan. Natijada pensiya hisoblanganda ish staji kamroq ko'rinadi. Bunday holatda pensiya minimal darajaga yaqin bo'ladi. Indeksatsiya bo'lganda minimal daraja ham o'zgarishi mumkin. Shu sababli minimal pensiya oluvchilar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Menga kam tushdi deyishdan oldin stajingiz
ish haqi ma'lumotlaringiz va minimal pensiya kafolati to'g'ri qo'llanganmi? Tekshirtirish lozim. 3-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifada ham farqlar bor. Nogironlik guruhi, mehnat staji. Nogironlik sababiga qarab pensiya turlicha hisoblanadi. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan inson bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan insonning to'lovi bir xil bo'lishi shart emas. Bundan tashqari parvarishga muhtojlik, qo'shimcha ustama, ayrim imtiyozlar masalaga ta'sir qiladi. Shuning uchun nogironlik pensiyasida ham faqat foiz oshdi deb oddiy ko'paytirish yetarli emas. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, bir oilada ota vafot etgan, voyaga yetmagan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda oluvchilar soni juda muhim. Agar bitta bola olsa, boshqa hisob. 2 yoki 3 nafar oila a'zosi olsa, boshqa hisob bo'ladi. Ba'zan farzand 21 yoshga to'ladi, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar o'qish hujjati vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayib ko'rinishi mumkin. Shuning uchun indeksatsiya davrida bunday oilalar albatta hujjatlarini yangilab turishi kerak. Endi hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi onaxon Do'qqili Saqini 1000 so'm pensiya olayotgan edi. E'lon qilingan oshirishdan keyin u 20.000 so'm atrofida pul oldi. Onaxon nega endi foiz to'liq qo'shilmadi deb o'yladi. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, oldingi oyda unga ma'lum kompensatsiya alohida to'langan, yangi oyda esa asosiy pensiya oshgan, lekin kompensatsiya qismi oldingidek qolgan. Shuning uchun bank kartaga tushgan jami pulni solishtirish noto'g'ri natija bergan. To'g'ri usul: pensiya jamg'armasidan batafsil hisob varaqasini olish. Ikkinchi misol: Samarqandda yashovchi otaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uzoq yillar zavodda ishlagan, ish staji katta. Lekin 1990 yillardagi ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. Indeksatsiyadan keyin pensiyasi oshgan, lekin otaxon baribir norozilik bildirgan. Tekshiruvda aniqlangan narsa, uning pensiyasi avval ham kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Chunki arxivdan qo'shimcha ish haqi ma'lumotlari topilsa, pensiya bazasi yuqoriroq bo'ladi. Demak, indeksatsiya faqat hozirgi oshirish masalasi emas, balki eski hisob-kitobdagi xatolarni ham ko'rsatib qo'yishi mumkin. 3-misol: Qashqadaryoda yashovchi bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan edi. Farzandi kollejni bitirib keyin oliy ta'limga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Shu sababli to'lov vaqtincha to'xtatilgan yoki kamroq kelgan. Ayol esa buni indeksatsiya bilan bog'lab pensiyani bo'lishdi, menga bermadi deb o'ylagan. Aslida muammo indeksatsiyada emas, hujjat yangilanmaganda bo'lgan. 4-misol: Farg'onada yashovchi pensioner ishlashda davom etmoqda. U: "Men ishlayapman, demak pensiyam oshmaydimi?" deb so'raydi. Bu savol juda ko'p beriladi. Ishlayotgan pensionerning pensiya olish tartibi, qayta hisoblash huquqi, qo'shimcha staj masalalari alohida ko'riladi. Agar pensioner pensiya tayinlangandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, ma'lum shartlarda qo'shimcha ish davri pensiya qayta hisoblanishiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har oy bo'ladi degani emas. Buning uchun ariza, ish haqi yoki staj ma'lumotlari, pensiya jamg'armasining tekshiruvi kerak bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi umuman o'zgarmagan odamlar. Agar e'lon qilingan davrdan keyin ham bir necha oy davomida summa o'zgarmagan bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Ikkinchidan, pensiya miqdori juda kam oshganini ko'rganlar. Ba'zan buning sababi qonuniy bo'ladi, ba'zan esa hisobda xato bo'lishi mumkin. Uchinchidan, hujjatlar eski, mehnat daftarchasi yo'qolgan, arxiv ma'lumotlari to'liq emas, kolxoz yoki sovxoz davrida ishlaganlar. To'rtinchidan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin pensiya qayta ko'rilmagan insonlar. Beshinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar, ayniqsa farzand o'qiyotgan bo'lsa, kim ortiqcha havozan o'qiyotgan bo'lsa. Agar sizning pensiyangiz e'lon qilingan tartibga muvofiq oshgan bo'lsa, bank kartangizga kelgan pul oldingidan ko'proq bo'lsa. Pensiya jamg'armasi hisobida qarzdorlik yoki to'xtash bo'lmasa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ortiqcha sarosimaga tushmang. Lekin baribir yilga kamida bir marta o'z pensiya hisobingizni tekshirtirib turish foydali. Chunki pensiya bu bir martalik to'lov emas, har oy keladigan daromad. Oyga agar 1000 so'mlik xato ham bir yilda 6000 so'm bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman.
Birinchi nozik jihat pensiya oshishi bilan naqd qo'lga tushadigan pul oshishi har doim bir xil emas. Chunki ayrim hollarda qarzdorlik ushlab qolinishi, aliment. Ijro hujjati, kredit, bankdagi avtomatik yechimlar, oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish kabi holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerga oldingi oyda noto'g'ri ortiqcha to'lov ketgan bo'lsa, keyingi oyda ushlab qolinishi mumkin. Pensioner esa menga indeksatsiya berilmadi deb o'ylaydi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya tayinlangan sana muhim. Agar pensiya oshirish ma'lum bir sanadan boshlangan bo'lsa, undan keyin pensiyaga chiqqan insonning hisob kitobi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir oshirishdan oldin pensiya olayotgan bo'lsa, uning eski miqdori indeksatsiya qilinadi. Kimdir oshirishdan keyin pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga yangi me'yorlar asosida pensiya tayinlanadi. Tashqi tomondan ikkalasi ham oshirilgan pensiya olayotgandek, lekin hisob usuli farq qiladi. Uchinchi nozik jihat staj masalasi. Juda ko'p odamlar men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda 27 yil chiqadi. Sababi nima? Ayrim ish joylari yopilgan, arxivga topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr yo'q, buyruq raqami yozilmagan, familiya o'zgargan, nikohdan keyingi hujjatlar mos kelmagan, harbiy xizmat, bolani parvarishlash davri yoki o'qish davri noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Pensiya indeksatsiyasi paytida odamlar faqat foizga qaraydi, lekin aslida eng katta pul staj va ish haqi bazasida yotadi. Agar stajingiz to'liq tan olinsa, pensiyangiz nafaqat oshirish foizi sababli, balki asosiy hisobning o'zi to'g'rilangani uchun ham ko'payishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya ko'pincha ish staji va ish haqi ko'rsatkichlariga bog'liq. Agar yuqori ish haqi olgan yillaringiz tasdiqlanmasa, pensiya past chiqadi. Masalan, odam umrining oxirgi 10 yilida yaxshi maosh olgan, lekin avvalgi ma'lumot kiritilgan yoki ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri berilgan bo'lsa, pensiya pastroq hisoblanadi. Shuning uchun arxivdan ma'lumot olish, sobiq korxona hujjatlarini izlash, soliq yoki bandlik tizimidagi elektron ma'lumotlarni solishtirish juda muhim. 5-chi nozik jihat, qo'shnimniki oshdi, meniki nega oshmadi degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shningiz bilan yoshingiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin stajingiz, ish haqi tarixingiz, pensiya turi, ustamalaringiz, nogironlik holati, imtiyozlaringiz, qaramog'ingizdagi shaxslar soni farq qiladi. Pensiya bu bir xil hammaga tarqatiladigan sovg'a emas, u individual hisoblanadigan huquqiy to'lov. Shuning uchun eng to'g'ri taqqoslash. O'zingizning oldingi hisob varaqangiz va hozirgi hisob varaqangizni solishtirish. 6-chi nozik jihat, bank kartaga tushadigan summa har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Bank xizmatlari, qarzdorlik, plastik karta bilan bog'liq yechimlar, boshqa to'lovlar aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun bank SMS xabarnomasi huquqiy hisob-kitob hujjati o'rnini bosmaydi. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan rasmiy izoh so'rang. 7-chi nozik jihat, ayrimlar men pensiyaga chiqqanimdan keyin ishladim, demak avtomatik oshishi kerak deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham avtomatik emas. Siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi ijtimoiy soliq va tegishli ma'lumotlarni topshirgan bo'lsa, u davr qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin buni tekshirtirish kerak. Ayniqsa xususiy korxonada ishlaganlar, fermer xo'jaligida ishlaganlar, mavsumiy ishchilar, yakka tartibdagi faoliyat bilan shug'ullanganlar hujjat masalasiga e'tibor berish kerak. 8-chi nozik jihat, vaqtinchalik to'xtatilgan pensiyalar. Ba'zan pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan bo'ladi. Yashash joyi o'zgargan bo'ladi. Bank kartasi faol emas, ishonchnoma muddati tugagan, shaxsiy ma'lumotlar yangilanmagan. Bunday holatda pensiya indeksatsiya qilingan bo'lsa ham to'lov yetib bormasligi yoki kechikishi mumkin. Demak, muammo oshirishda emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Birinchi qadam, hissiyot bilan emas, hujjat bilan ish tuting. Menga kam berdi, falonchiga ko'p berdi, qariyalarni bo'lishdi degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin pensiya masalasida isbot hujjat bilan bo'ladi. Siz avvalo oxirgi 3 oyda qancha pensiya tushganini yozib chiqing. Masalan, yanvar oyida qancha tushdi, fevralda qancha tushdi, martda qancha tushdi. Agar bank kartaga tushsa, SMS yoki bank ilovasidan ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov kvitansiyasini saqlang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Borganingizda shunchaki nega kam demang. Aniq savol bering. Mening pensiyam qaysi sanadan indeksatsiya qilindi? Asosiy pensiya miqdori qancha? Ustamalar qancha? Qanday ushlab qolishlar bor? Qayta hisoblash amalga oshirilganmi?
Mana shunday savollar xodimni umumiy javob emas, aniq hisob-kitob berishga majbur qiladi. 3-qadam kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin asosiy hujjatlar mana shular. 4-qadam ariza yozing. Og'zaki aytib ketish ko'pincha yetarli emas. Arizada quyidagicha mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam indeksatsiya qilinganidan keyingi hisob-kitobini batafsil tushuntirib berishingizni asosiy pensiya. Ustama va ushlab qolishlar miqdorini ko'rsatgan holda yozma javob berishingizni so'rayman. Agar staj yoki ish haqi bo'yicha shubhangiz bo'lsa, pensiyamni ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam yozma javob oling. Bu juda muhim, chunki ertaga yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, sizda asos bo'ladi. Og'zaki hammasi to'g'ri degan gap bilan ish bitmaydi. Yozma javobda hisob-kitob, sabab, huquqiy asos ko'rsatilishi kerak. 6-qadam agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, davlat xizmatlari markaziga, tegishli vazirlik yoki idoralarning ishonch telefonlariga murojaat qiling. Hozir ko'p xizmatlar elektron tarzda ham ko'rsatiladi. Imkoningiz bo'lsa my.gov. Uz orqali murojaat yuboring. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, u ro'yxatdan o'tadi, javob muddati bo'ladi, yo'qolib ketmaydi. 7-qadam arxiv hujjatlarini izlang. Ayniqsa 1960-1990 yillarda ishlaganlar, korxonasi yopilganlar, kolxoz soxoz tizimida ishlaganlar uchun bu juda muhim. Tuman arxiviga, viloyat arxiviga, sobiq korxona voris tashkilotiga, bandlik organlariga so'rov yuborish mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. Masalan, 5 yil yuqori maosh tasdiqlansa yoki 30 yil staj qo'shilsa, bu oy pulga ta'sir qiladi. 8-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bering. Ko'p qariyalar raqamli xizmatlardan foydalana olmaydi. Bank ilovasini tushunmaydi, ariza yozishga qiynaladi. Farzandlari esa pensiya o'zi kelaveradi deb e'tibor bermaydi. Aslida bu oilaning umumiy daromadi. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tartibga solib qo'ysangiz, ular yillar davomida foyda ko'radi. 9-qadam hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya qonuniy asosda oshadi. Agar staj bor bo'lsa, hujjat bor bo'lsa, ish haqi tasdiqlansa, rasmiy tartibda qayta hisoblanadi. Tanishim bor, ichkaridan hal qilaman. Falon summa bersangiz oshirib beraman degan gaplar xavfli. Bu nafaqat pulingizni yo'qotishga, balki noqonuniy holatga aralashib qolishga olib kelishi mumkin. 10-qadam har bir o'zgarishni yozib boring. Pensiya miqdori qachon oshdi, qachon kamaydi, qachon to'xtadi, qachon qayta tiklandi. Qaysi xodim bilan gaplashdingiz, qaysi raqam bilan ariza topshirdingiz, bularning hammasini daftar yoki telefoningizga yozing. Keksa insonlar uchun eng oddiy daftar ham katta yordam beradi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi hammaga bir xil ko'rinishda qo'shiladigan oddiy pul emas. Kimning staji ko'p, kimning hujjati to'liq, kimning pensiya turi boshqa, kimda ustama bor, kimda ushlab qolish bor, hammasi alohida hisoblanadi. Shuning uchun qariyalarni bo'lishdi degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang, eng dur yo'l. O'z hisobingizni tekshirtiring, yozma javob oling, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa, kam oshgan bo'lsa yoki nima uchun boshqalarnikidan farq qilayotganini tushunmasangiz, avvalo pensiya jamg'armasiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Staj, ish haqi ustama boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik guruhi, o'qish ma'lumotnomasi, bank to'lovi va ushlab qolishlarni alohida tekshirtiring. Sizlardan iltimos izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz oshdimi? Qancha qo'shildi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz? Pensiya jamg'armasidan tushunarli javob oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa qariyalarimiz va ularning farzandlari uchun juda zarur.